Hozir mashhur bo'lib ketgan Hongdaegaini ko'rganmisiz? Excuse me. Oh my god. You lost it? Yeah. Only if you're open-minded. Tipa chet ellik qizlarni o'ramoqchi bo'ladi. Meni ham hayotimda shunga o'xshagan experience bo'lgan. Yosh bola bilan birinchi oilaviy sayohatga chiqishimiz edi. Sovuq bo'lgani uchun detskiy basseynni ichkariga qilib qo'yishgan. Qolganligi esa issiqqina basseyn qilib, ko'chada yomg'ir tagida suzadigan qilib qo'yishgan edi. Biz er-xotin естественно yomg'ir tagida suzgimiz kelardi. Shunga xullas davay galma-galdan suzamiz. Yosh bolaga detskiy basseynda kimdir qarab turishi kerak edi. Xullas davay bilan meni galim keldi. O'zimga o'zim suzolmay hech kimni tegmayman. 50-60 yoshli amaki kelib salomlashni boshladi. Where you from? Tralaleu tralala. Ballerina Capuchina. Keyin O'zbekistondan ekanligimni bilib, qanaqadir o'zbek shoiralarni tanishini aytdi. Maysa какой intelligentный amaki ekan deb o'yladim. Vроде yosh bola emasman, lekin juda ham yashil bo'lganman. Keyin birdan turib, "Are you lonely?" desa bo'ladimi? Даже siz bilan qiziqsa ham "Are you single?" deb so'raydi. Yigiting bormi, ering bormi? "Are you alone?" Like right now deb so'rasa bo'lardi. Hozir yolg'izmisan degan ma'noda. Lekin mallashari o'shanda ham tushunmaganman. Traveling with my husband, ya'ni hozir erim bilan sayohat qilaman deb aytdim. Ya'ni вообще single emasman. Hammasidan ko'ra uni reaksiyasiga o'ldim-da. Umuman hech nima demadi. Okay ham demadi, xayr ham demadi. Orqaga qarab ketdi. Men birinchi tushunmadim. Keyin birdan yetib kelsa bo'ladimi? To'g'risi juda protivniy tuyg'u ekan. Shundan keyin "Where you from? How are you?" deb so'rashsa, qiziqishni maqsadi nima deb so'rayman srazu. Bu javob ozgina odamni stuporga tushiradi. Shunda srazu telefonga qarab, "Voy, kech qolaman" deb ketib boraman. Menimcha butun dunyoda Hongdaegaila ko'p. Ehtiyot bo'lamiz qizlar.